Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 2026-yil 22-mart kuni video qilyapman. Kechki payt. Xudo xolasa endi uстановka bo'lgandan keyin ko'rasizlar. Xo'p, savollar bo'lgan, Instagramda, o'sha YouTube'da savollar bo'lgan. Shu bo'yicha YouTube'da video qilyapmiz hozir. Iloji boricha savollarga javob beraman. Xo'p, yangi qiziqqan odamlarga tushuntirish berib ketishimiz kerak ekan. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi, qancha bo'ladi degan savol bor ekan. Xo'p, chuvalchangning narxi necha pul? 3 million so'm. Kommentariyada yozganman, o'sha narx necha pul deyilgan, 3 million deyilgan. Nima uchun sizda qimmat? Xo'p, akalar, ukalar, opa-singillar, xullas bizni ko'rayotganlar. O'zbekistonda to'rt xilda chuvalchang bor. Gibrid, Starless, Местный, Kaliforniya degan. Bu narsani juda ko'p isbotlab berganmiz. O'sha, ya'ni molda qanaqa zot bo'lsa, oqbosh, angus bo'lsa, Местный deymiz-ku. Xuddi shunday bunda ham zot bor. Chist Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang. Ya'ni ko'pchilik hamma aytadi, misol uchun mendagi chuvalchang o'sha Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi deydi. Chunki unga ustoz aytgan, uni ustozi shunday degan, shu bilan kelgan. Biz senchi desa, men o'sha chetdan kelgan korobkani ko'rib, videolarini ko'rib, keyin chuvalchang sotib olganman. Menda chuvalchang 3 million emas, menga 6 milliondan to'g'ri kelgan, chunki o'sha olgan odamimiz xafa qilgan, aldagan. Shu hisobdan 6 milliondan to'g'ri kelib chuvalchang tushib kelgan. Birinchi marta chuvalchang men 60 million so'mga chuvalchang olganman. Ya'ni 20 kvadrat olishim kerak bo'lgan, 10 kvadrat olganmiz. U paytlar biz olgan paytimiz 2020-yil, o'sha 7-yanvarda chuvalchang yetib kelgan menga. Olgan paytimiz xaltada, ya'ni qayerdadir g'altak deydi. O'sha xaltada biz olib kelganmiz, chuvalchanglar ko'p nobud bo'lgan. Keyin banan korobkada chuvalchang sotishni boshlaganman. Keyin shunga qarab hamma banan korobkaga o'tib ketdi. Xo'p, keyin yana bitta narsa. Chuvalchang qanday o'lchanadi? 1 kvadrat deganda 1 metrga 1 metr, o'sha 5-6 santimetr olinadi. Ya'ni o'sha chuvalchang zid joyi olinadi. Chuvalchang sotishdan oldin ochiq qoldiriladi. Bizda bioreaktor ko'p bo'lgani uchun almashtirib turiladi. Bu bioreaktorga ovqat berib, bunisi ochiq qoldirib turiladi. Ketma-ketlikda sotiladi. Xo'p, chuvalchang qancha biogomuz ishlaydi? Biz eng kamini aytamiz, 1,5 tonna deymiz. Ya'ni 1 kvadrat chuvalchang 4 oy hisobida 1,5 tonna deymiz. Lekin 1,5 tonnadan 2,5 tonnagacha, tashi 3 tonnagacha biogomuz ishlab chiqaradi. Nima uchun, qanday farq qiladi desak, farqi siz qarashingizga, ya'ni chuvalchangni olganingizdan keyin qarashingizga gap ketadi. Ya'ni vaqtida suvni berib, vaqtida go'ngini bersangiz, xudo xolasa joyiga tushib ketadi. Boshida hamma zo'r qaraydi, 1 oy, 1,5 oyda, keyin misol uchun qarindosh to'yi chiqib qoladi, ma'raka chiqib qoladi, bee'tibor qoladi. O'sha bee'tibor bo'lgan kun chuvalchang uchun minus bo'ladi. Chunki o'zini влажности zakonni bo'lgan paytda chuvalchang yaxshi ishlaydi. Chuvalchang kasal bo'ladimi? Gripp bo'ladi, astma bo'ladi. Yo'q, kasal bo'lmaydi chuvalchang, hazil, albatta. Chuvalchang vaqtida suvni berib, go'ngini bersangiz, yeveradi. Birinchi martasiga joy tayyorlash qanday degan savolimiz bor. Qalinligi 20 santimetr. Eni bilan bo'yni olgan kvadratingizda 10 kvadratga ko'paytirib aytaverasiz. Ya'ni, misol uchun 5 kvadrat oladigan bo'lsangiz, 50 kvadrat, 10 kvadrat oladigan bo'lsangiz, 100 kvadrat joy tayyorlaysiz. Qalinligi 20 santimetr bo'ladi. Go'ng tanlaganda qanday go'ng tanlash kerak? Qo'pol qo'yayotganda katta molda go'ngi olinadi, asosiy. Go'ng moldan chiqib yerga tushgandan keyin 2 oy o'tgan bo'lish kerak. O'shanda o'sha ammiak deymiz, ya'ni peshob kam bo'ladi, ammiak ob-havoda uchib ketgan bo'ladi. Shunisi yaxshiroq bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, tovuq go'ngi, qo'y go'ngi, quyon go'ngi, parranda go'ngidan tashqari hamma go'ng bo'ladi. Lekin afzali yaxshisi deganda o'sha mol go'ngi yaxshiroq. Chunki sabab, misol uchun qo'y 12 soat organizmda ovqatni ushlasa, yegandan keyin chiqarsa, mol 24 soatdan keyin chiqaradi. O'shanda farqi bor. Shuning uchun mol go'ngi yaxshiroq, lekin sizda qo'y go'ngi bo'lsa bo'ladi. Bo'lmaydi emas, bo'ladi. Chunki bepul-ku, o'sha bepul narsani berib biogomizga aylantiramiz. Xo'p, endi biogomizda narxi necha pul? 1,5 ming so'mdan 2,5 minggacha. Ya'ni 2,5 ming qanday? Misol uchun bir xalta olaman desa 2,5 mingga berasiz. Misol uchun
bir tonna olaman desa 2000 so'm. Ko'proq IBM olaman desangiz 1,5 ming. Endi nima uchun 1,5 mingdan 2000, 2,5 minggacha deyapmiz? Misol uchun magazinlarda 5 ming ham sotishyapti, 10 ming ham sotishyapti. Endi sotyapti xohlaganida. Eng kami 1,5 ming. Biz o'zimiz ham misol uchun shogirddan olamiz, 1,5 ming so'mdan olamiz. Ya'ni qanday olamiz? 50 tonna zakaz qilib qoladi, 100 tonna zakaz qilib qoladi, 20 tonna, 10 tonna zakaz qilib qoladi. Bizning ustida, chuvalchangning ustida misol uchun go'ng turibdi. Misol klient bilan 1800 so'm dogovor qilgandirman yo 2000 dogovor qilgandirman. Xullas shogirdimdan olib 1,5 mingdan olib beraman, misol uchun. Keyin yana bitta narsa. Biz o'zimizda mana bu mahalliy, ya'ni o'sha PK71 prezident qarori chiqqan paxtaga biogomuz berish bo'yicha. O'shanda qarorda biogomuz olgan paytimizda 1,5 ming oldik. Endi bu yilgisi hali olganimiz yo'q. Endi nasib bo'lsa bayramdan keyin deyilgan, hali shotimizga pullarimiz tushgani yo'q. Shu masalalar bo'y beribdi, kutib turibmiz javobini. Paxta dalalarga bo'lsa 1,5 ming so'mdan olinadi. Eksportimiz bor, xudo xolasa katta ob'emda eksport qilishimiz kerak. Shuni harakatlarimiz. Hozirda hujjatlar perevod bo'lyapti, ya'ni o'sha firmamning hujjatlari, o'zimning pasportim, xullas ancha-muncha narsa bor ekan. Shularni qilyapmiz, shu etapdamiz. Unda taxminan 1800 so'mdan 2200 so'mgacha deyilyapti. Chunki sabab eksportda men glavniy eksportchi men emasman. Men xullas mendan olib, ular boshqaga jo'natadi. Xullas o'rtada odam bor. Shuning uchun narxni aniq bilmaymiz. Birinchi qaysidir shogirddan oladigan bo'lsak, o'sha shogirddan o'sha qilingan xarajatga qarab, biz turganimiz, vaqtimiz, ketgan paketga qarab, kupovkaga qarab, shunga qarab narx chiqadi. Xudo xolasa 1800 dan 2200 gacha. Elak elanishi qanday bo'ladi desak, biogomuz topshirishimiz. O'sha 6lik 06 elak deymiz, 05 deymiz, 06 o'zi. 06 elakdan elanadi. 1,5 ming so'm, o'sha 2000 so'm, 2,5 ming so'm sotiladigan biogomuz. Eksportda 03 elakdan o'tadi. Bu elakni o'zim ko'rsataman, chunki o'zim elab jo'natganman, 06, 03 elakdan jo'natganman. 03 elak juda 06 elak prosta mayin bo'lmaganligi uchun ularga yoqmagan. Lekin sifat yaxshi. 03 elakdan borgan yuk zo'r degan, mana shu yukdan keladi deb o'sha bizda olgan biogomizda o'zlari o'sha mamlakatda tekshirish, ya'ni o'sha institutlar bor, institutda tekshirib, javoblarini qo'yib, pechatlarini qo'yib jo'natishgan. Xo'p, biogomizda olasizmi? Albatta olamiz. Xudo xolasa men shu vaqtgacha harakat qilib yurgan bo'lsam, faqat shu narsa eksport yoki katta ob'emda chiqishi. Hozir mana domdaman. Bitta narsani esingizda tutingizlar. Men 5 gektar chuvalchang plantatsiyani 5 milliardga qurganman. 5 milliarddan ziyod ketgan. Endi 5 milliard deyilgan. O'sha paytdagi videolar hamma narsa bor, qo'yilgan YouTube'da. Eng qizig'i 2 xonali domda turaman. 2 xonali domda turib o'sha joyda qurganman. Nima uchun? Bu degani men o'sha kelajak uchun, chuvalchangni kelajagi uchun harakat qilganman. Xudo xolasa qilib kelyapman. To'xtaganim yo'q yoki orqaga qarab ketganim yo'q. Bo'lmasa o'sha 5 gektarga ham klient chiqdi. Xullas boshqa rejalar bo'ldi. Yo'q, men chuvalchangni oxirigacha olib boraman. Xo'p, biz qanday foyda qilamiz yangi qo'shilganlar desak, oddiy uyingizda molingiz bordir, qo'shningizda bordir, misol uchun molni go'ngini olasiz, chuvalchang tashlaysiz, tashlagan chuvalchangiz biogomuz qilib sizga biogomuz ishlab chiqaradi. Ya'ni o'sha 1,5 ming so'mdan, endi 1,5 ming hisoblang siz. 1,5 ming so'mdan misol uchun siz topshirasiz. Endi xudo xolasa o'zimiz eksportimiz, o'zimiz shartnoma qilib, o'zimiz ishlab, hamma narsa joyiga tushib ketsa, xudo xolasa inshaalloh. Endi davlatlar ham janjal bo'lyapti, xabarlaringiz bor, o'sha janjallar ham sal yengillashib, hamma narsa joyiga tushsa, o'zimizda ham niyat bor, borib o'zimiz shartnoma qilib boshqacha ishlashlar, chunki o'sha Iroq bilan boshqa mamlakatlar bilan o'sha tadbirkorlar ko'rishuviga juda ko'p qatnashganmiz, svязlarimiz bor. O'zimda ozgina muammo borligi uchun chiqolmay turibman. Xudo xolasa chiqamiz, bu narsalar ochilib, hamma narsa joyiga tushib ketadi. Chuvalchang boqsa bo'ladimi? Bo'ladi, aka. Siz o'zingiz boqmasangiz, xotiningiz boqar, yanga yoki farzandingiz boqar yoki ayol kishi bo'lsa, ayol kishi boqar. Akalar, rizqni Alloh beradi, bandasimiz. Bozorda ham misol uchun hamma ham rizqni teraman deb chiqadi uydan. Biz harakat qilaylik, sababini qilaylik. Inshaalloh sababi bilan yaxshi daromad qilamiz. O'sha sen qancha daromad qilgansan desa,
Hozirda 700 dan ziyod shogirdimiz bor. Xudo xolasa nasib bo'lsa, opsha qilgan daromadimiz bunday o'ylab qarasangiz 7 milliarddan ko'proq, 8 milliardga yaqinroq daromad qilganmiz. Endi bitta narsada akalar, agar bu chuvalchangni kelajagi uchun men harakat qilmaganimda, kelajagini o'ylamaganimda, men sizlarga bitta fishka aytib qo'yaman, oson narsa aytib qo'yaman. 1 yilda оборот aylanmadan tashqari yer solig'i, mulk solig'i 130 million so'm to'layman. Ya'ni o'sha 5 gektar uchun 130 million so'mga yer solig'i, mulk solig'i to'layman. Chunki o'sha obyekt 8 milliardga narxlangan. O'sha mulk solig'i chiqadi, o'sha yer solig'i chiqadi. 130 million 1 yilda to'layman. Endi bo'lib misol uchun chorak deydi, 3 oyda bir chiqadi, o'sha chiqqan paytda to'laymiz. Agarda menga zaril bo'lmasa, mana shu narsani kelajagini qilmayman deganimda, yo joyni sotib yuborardim, yo bir boshqacha masala qilib, bir boshqacha bir masala qilib to'g'rilasa bo'lardi yoki yerni bo'lib sotib yuborsa bo'lardi, chunki o'sha paytdagi hujjatlarimiz zakonni qilingan, jotga bo'lgan. Men shu ishlarni qilmay, shuni chuvalchangni kelajagi uchun harakat qilyapman. 1 yilda bitta mashinani bunday o'rta hisobda o'ylasangiz, bitta Nexia 3 yangi Nexia 3 pulini biz davlatga to'laymiz. Bundan xafa emasmiz. Chunki obyekt biz uchun kelajak, farzandlar uchun, kelajak avlod uchun qilingan narsa. Bo'lmasa sotib yuborardim, boshqa ish qilardim. Boshqa bir masalalarda ko'rardim. Yo'q. Men chuvalchangni oxirigacha boraman deb o'sha joyda ushlab turibman. Kelajak uchun harakat qilyapman. Biz juda katta komandamiz. Любой, misol uchun shartnoma olaman, eksport qilaman, O'zbekistonga ko'z tikkan, yomon ma'noda emas, O'zbekistonda ishlayman degan odam baribir bizda o'sha bizga qaytib keladi. Chunki avion, boshqa avion hech kim bunaqa avion qilib bera olmaydi, hech kim bunaqa sakrab chiqa olmaydi. O'sha katta avionni qilib bera olmaydi. Shuning uchun o'yerimiz, xudo xolasa komanda bilan ishlashga. Biz kerakli sabablar hammasini qilyapmiz. Javob Allohdan, xudo xolasa inshaalloh. Duo qilib turaylik, yaxshi natijalar bo'ladi. Siz agar chuvalchang olaman desangiz, keyin yana bitta narsa, bir aka yozibdi, bitta videoingizni ko'rdim dedi. Telegramdan yozdi, men xullas yozdi, bitta videoingizni ko'rdim. Bioreaktor sotar ekansiz, siz chetda bo'lgan odamlar uchun, masalan Rossiyada yoki Turkiyada bo'lganlar uchun. Men Yevropadaman, aka holi bormayman. Taxminan 1 yillik enomim bor, qaytishimga bor dedim. 1 yil dedim, 11 oy dedim. Qaytishimga bor dedi. Aka bioreaktor sotgan ekansiz $2000 shuni kelishtirib bermaysizmi dedi. Akalar, opalar, bioreaktor $2000 sotganmiz, sotmaganmiz emas. Sotganmiz $2000. 34 ta o'sha vaqtda bioreaktor sotilgan. Kimgadir bioreaktor kerak bo'lsa, akalar, $1000. Endi $2000 bioreaktor olgan aka va shogirdlarimiz xafa bo'lmaysizlar. O'sha payt vaziyat shunday edi. Hozir normal, chunki hozir bioreaktor sotmayapman. $2000 ga hozir ko'pchilik qimmat deyapti. Agar siz chetda bo'lsangiz yoki bir 3 oydan keyin pensiyaga chiqadigan bo'lsangiz yo 6 oydan keyin keladigan bo'lsangiz, xullas bioreaktor 4 oyda tayyor bo'ladi. Xohlasangiz siz 1 yildan keyin kelib oling, farqi yo'q. Faqat bir marta $1000 to'laysiz. Biz 2 kvadrat 6 million so'mlik chuvalchang tashlaymiz. O'sha kelganingizcha chuvalchang o'sha yerda ko'payib yotaveradi. Biz u chuvalchangni olib boshqa joyga ko'chirmaymiz ham, faqat ustiga go'ngni beramiz. Biogomisidan biz foydalanamiz. Faqat siz chuvalchangni olib ketasiz. Agar kimdir bioreaktor olaman degan bo'lsa, bioreaktor olishingiz mumkin, xohlagan odam. Agar chetda bo'lsa, men Rossiyadaman, Turkiyadaman, Amerikadaman, qayerdadirman, boraman desa, yo bir 6 oydan keyin pensiyaga chiqaman, yo 3 oydan keyin pensiyaga chiqaman, yo 1 yildan keyin pensiyaga chiqaman. Hozir $1000 pulim bor. Misol uchun shuni beray. Bioreaktor olib qo'yay, tayyor biogomiz tayyor bo'lgan paytda joylarimni tayyorlab ko'chirib ketaman deydigan bo'lsa, bemalol 20 kvadrat chuvalchang chiqadi. 20 kvadratni olib 200 kvadrat joyga yoyib, 20 kvadratdan bir martasida biogomiz ishlab chiqargan paytda 1,5 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa ham, eng kamida 30 tonna biogomiz ishlab chiqaradi. 30 tonna biogomizingiz 45 million so'm pul bo'ladi. Agar kimdir bioreaktor olaman desa, olishi mumkin. Faqat biz video qilib tashlaymiz. Mana shu bioreaktor, shu raqamdagi bioreaktor, mana shu odamniki deymizda chuvalchangni tashlaymiz, YouTube'ga qo'yib beraman. O'sha tayyor bo'lgandan keyin kelib olib ketasiz. O'sha joyda biz vaqtida go'ngini berib, chuvalchang ochiq qolgan payt vaqtida go'ngini berib, vaqtida suvini berib qaraymiz. 4 oydan keyin olib keta olasiz bemalol, xohlagan paytingizda.
Kelasiz, o'zingiz ko'zingiz bilan bolalar yonida turadi. O'zingiz ortib ketasiz. Xorazmdanmisiz, Vodiyda Andijondanmisiz, Asakadanmisiz? Qayerdan bo'lishingizni qadinsa, Toshkentdan bo'lsangiz ham o'zingiz kelasiz, shaxsan o'zingiz kelasiz. Bizda banan korobka beramiz. Banan korobka ham 40 ta banan korobka bo'ladi. Past 400 ming, 500 ming atrofida banan korobkani o'ziga yetib qoladi. 500 ming, 600 ming banan korobka ketadi. Ikkita odam bilan banan korobka beramiz. O'zingiz kirib, o'zingiz havas qilib chuvalchang xohlaganingizcha chuvalchangni olib ortib olib ketasiz, aka. Agar kimgadir beraktr kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Chuvalchangga qarash qanday bo'ladi? 20 sm qalinlikda go'ng joy tayyorlagandan keyin chuvalchang tashaladi. Misol uchun 5 kvadrat oldingiz, 50 kvadratga bo'lsa 4 metrga 12,5 metr joy bo'ladi. 2 qator shlaka blok terasiz. Bir qator shlaka blokka go'ng solib, chuvalchang tashaladi, ustidan somon yopiladi. Hozirgi ob-havoda bir kunda bir marta suv berasiz. Yomg'ir yog'sa suv bermaysiz. O'sha bitta inamiz bor, fishkamiz bor. Mana misol uchun shunday olib, shunday siqqan payti, bir tomchi tushmay, ana shu 2 tomchi tushib, ana shunday bo'lsa, chuvalchangga влажный suv bo'ladi. Yomg'ir yog'sa 1-2 kun bermaysiz, keyin beraverasiz. Keyin yozgi kuniga 2 mahal suv berasiz. 2 mahal suv bersangiz yaxshi effekt bo'ladi. Qishda qor yoqqan payti, o'sha hozirgidek har kun yomg'ir yog'yapti, yomg'ir yoqqan payti e'tibor bermaysiz. 20 sm qalinlikdagi go'ngga birinchi dalifga qachon beriladi? 40 kundan keyin beriladi. 37 kun, 35 kun, 40 kun, 45 kun, endi bir xil qalin qo'radi. O'zi 20 sm ga 40 kun deyilgan. Boshimizdan o'tgan, chuvalchang o'zim boshida o'zim boqqanman, o'zim qarab, o'zim shlankada suv berganman. 20 sm qalinlik 40 kunda yeydi. 100% yemaydi, 85%, 80% yeydi. Ustidan 10 sm dalifga tashlaysiz, ya'ni 10 sm ustidan pora tashlaysiz. Uni 20 kun yeydi. Keyingi yana 20 kundan keyin 10 sm tashlaysiz, 18 kun, 19 kun, 17 kunda yeydi. Yana 10 sm tashlaysiz, yana 16 kun, 17 kun yeydi. Yana 10 sm tashlaysiz, 15 kun. Oxir xullas borib bir haftaga bir marta go'ng beradigan bo'lib qolasiz. Chuvalchang qalinlashib, zichlashib bo'laveradi. Biyagomimizni qayerga sotamiz desa, aka, men shuning uchun harakat qilyapman. O'sha daftardagi odamlar bilan ham shuning uchun ishlaganmiz. Xudo xolasa shuning uchun harakat qilyapmiz. Duo qilib turaylik, xudo xolasa juda yaxshi natijalar qilamiz, chotki bo'ladi. Tushuntirdimmi? Chuvalchangni kelajagi bo'lmaganda men 5 gektar qurmasdim. Qurgan taqdirimda ham qurib bo'ldim, endi nima qilaman desam, sotib yuborardim, misol uchun. Agar chuvalchangni kelajagiga ishonmaganimda 2 xonali domda turib 5 gektar qurmasdim 5 milliardga. Boshqa ish qilaman, avtosalon ochsam ham bo'lardim. Xitoydan moshina olib sotsam ham bo'lardi, misol uchun. Qiladigan bo'lsam, misol uchun aytyapman endi, sizlar misol qilib aytyapman. Xullas, chuvalchangni kelajagi bor, akalar. Yerimiz o'lib boryapti. Karbamid, azot, rak Tavba qildim, juda ko'payib ketgan. 20 ta odamdan bittasi rak deb eshityapmiz. Yaqinlarimizdan eshityapmiz rak deb. Nimadan? Yeyotgan narsamizdan, ob-havomizdan bo'lyapti. Ximika deyapmiz, akalar. Bu narsani davlatimiz ham tushundi, davlatimiz rahbari ham tushundi. Qaror chiqardi. Viloyat rahbarlarimiz ham tushunib, misol uchun shu narsani bilyapti. O'sha administratura, vazirlik qaysi yig'ilish bo'lsa, konkretni oldiga bemalol dandil chiqib rahbarlar oldida, chunki real narsa prezidentimiz aytibdilar, bemalol ishlanglar, bor narsani aytinglar deb, bor narsani aytyapmiz. Odamlar rak bo'lyapti. Nima uchun? Yetgan narsamiz ximika bo'lib ketdi. 10 yil, 20 yil oldin yegan ovqatimizda ta'm bor edi, yegan mevamizda ta'm bor edi. Hozir yo'q-ku. Haqiqatan ham real. Hamma bilib turibdi. Suv yo'q, suv kamayapti. U butun dunyoda muammosi suv muammosi. Suv misol uchun biyagomimizni yerga bersangiz 30% hosildorlik yuqori bo'ladi. Tabiiy shirin narsa yeymiz. Undan tashqari 30% namlik ketadi. Akalar, bitta narsa sizlarga aytib qo'yaman. 2020-yilda hech qaysi fermer yoki parniga bor odam biyagomimiz bermasdi.
Biz ana shu buyog'imiz dedik. Hozir 100% parnik, 99% parnikchilar buyog'imiz beradi. Kimni sharofati bilan avvalambor Alloh shuni xohladi. Biz o'sha narsani odamlarning miyasiga quydik. Bir kishi eshitdi, bir kishi 10 kishiga aytdi, 10 kishi 100 kishiga aytdi. Parnikchilar shunday bo'lib buyog'imiz beradigan bo'ldi. Lekin hozir ham bor. Misol uchun 1000 so'm, 1200 so'mlik buyog'imiz bor. Akalar, mana shu bitta narsa, bu bir brend emas, bu emas. Mana shu narsa $8 turadi, 100 ming so'm turadi. Xitoydan keladi menga, bir oshna olib kelib beradi. 100 ming so'm turadi mana shu narsa. Burunga tomizadigan bu, yana noto'g'ri narsa yomon tushunmanglar. Allergiyam bor meni. 100 ming so'm turadi. Misol uchun naftizin 3 ming so'm turadi. Burunga sepadigan naftizin. Nima uchun bu burunni davolaydi bu. Men naftizin sepganman, ancha yil sepganman. Mana shundan naftizindan chiqib ketdim, misol uchun. Shuning uchun arzon narsa bilan qimmat narsaning farqi bor. Buyog'imiz yemagan buyog'imizni biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Shuna oddiy molni go'ngini elakdan o'tkazib buyog'imizni beryapti. 1200 so'm, 1200 so'mdan berishi mumkin. Ja pulga zarilib qolgan bizning shogirdlarimiz bergan bor, beradiganlar yo'q, bor, bermaydigan yo'q emas. Seni shogirdlaring bermaydimi deyishlar mumkin. 1200 so'm berganlar bor, lekin 1000 so'mdan buyog'imiz berganlar yo'q bizda. Chala ishlaydigan gibrid chuvalchang bor. Bizda chuvalchang 3 million so'm kvadrat. Misol gibrid chuvalchang 300 ming so'm, 200 ming so'm banan korobkasi. Misol uchun. Bizda ikkita banan korobka 1 kvadrat hisoblanadi 3 million so'm. Bitta banan korobka 1,5 million so'm. 200 ming, 300 ming so'mga misol chuvalchang olib buyog'imiz oladi. Chuvalchang oladi, molni go'ngini yediradi, lekin u sifatli buyog'imiz ishlab chiqarmaydi, sizga effekt bermaydi. Bizdagi effektni bermaydi. Chunki nimaga? Bitta narsa aytib o'tib ketaman. Bizda o'rmon xo'jaligi degan tashkilot bor. Viloyat rahbarimiz topshirib berdilar. Gulni Surxondaryo o'zi yetishtiradi deb, ya'ni qishga ekiladigan gulni o'zlari yetishtiringlar deb topshiriq berdi. Topshirib bergandan keyin o'sha o'rmon xo'jaligiga topshirib berdi. O'rmon xo'jaligini 20-30 sotixmi, 25 sotixmi o'zini parnigi bor. O'sha parnikka gul yetishtirdi. Ya'ni ko'chalarda ekiladigan gul, mayda-mayda gul bo'ladi. Shuni o'sha yetishtirgan paytda buyog'imiz Toshkentdan olib kelaman degan paytda menga qara, men biz tanimas ekan, viloyat rahbariga nima bo'ldi, gulda kelibsan desam, buyog'imiz surishtiryapman desa, sen o'sha buyog'imizni o'sha qiroli, chuvalchang qilgan buyog'imizni yetishtirgan eng katta parta yetishtiradigan odam Surxondaryoda Umid degan bolani eshitganmisan? Polvon bola, semizgina, do'mmoqqina bola. Ana shu bola yetishtiradi. O'shandan buyog'imizni degandan keyin bizning oldimizga keldi, bizdan buyog'imiz oldi. Bizni bergan buyog'imiz 2 mingdan bergan buyog'imiz unga qimmatlik qildi boshida. Keyin arada xullas boshida dogovor boshqacha bo'ldi. 100 tonna olaman dedi, bir 50 tonna, 60 tonna olgandan keyin boshqa joydan 1000 so'mdanmi 800 so'mdan buyog'imiz olib keltirdi. Olib keltirib gulga berdi. O'sha stakanchikda bo'ladi. Mayda-mayda mana bundan kichkina stakanchik bo'ladi. Stakanchikda ekib o'sha ekadigan odami ham Toshkentdan opalar keladi. 180 mingdan ekadi. Bir kunga 180 ming oylik oladi. Ekib chiqdi. Ekkandan keyin o'sha 5 kun, bir haftadan keyin boyagi stakanchikni gul chiqish o'rniga o't bosib ketdi. Gul o'sha chiqa olmaydi. Boy kunlik ishlatib 100 mingdan o'zimizni mesni kunlik ishlatib stakanchik ichidan gullarni terib rosa bo'g'ichi bo'lib, kelasi yilda g'iq etmasdan keyingi yil o'tgan yil o'sha 100 tonnani pulini shuni olib kelib 50 tonnani pulini berdi, tayyorlab bering dedi. 50 tonnani qilib berganimizdan keyin yana 50 tonnani pulini berib o'zimizdan g'iq etmasdan buyog'imiz oldi. Sabab effekt bo'lmadi. Biznikilar qiziqadi, arzon, Umidda qimmat ko'p bo'ladi, realni. Telefon oladi, Umid sendan qimmat ekan, xafa bo'lma deydi. Yo'q, gap yo'q deymiz. O'rganib qolganmiz. Oladi, boshqa joydan oladi, begona o't chiqib ketadi. O'sha nima uchun begona o't chiqadi? To'g'ri, bizdagi buyog'imizda ham o't chiqadi, juda kam, juda kam. Boshqa buyog'imiz go'ng yaxshi yilmagandan keyin boyagi mol nima yegan bo'lsa ichidan o'tib chiqadi-da keyin. Shu narsada realnida. Shuning uchun yaxshi narsani o'ylaymiz. Men birovni buyog'imizini bironta chuvalchangchini yomonlamoqchi emasman. Allohim har birta kasbkor qilayotgan odamni ishini barobarini bersin. Yaxshi natijalarga erishsin. Biz shuni tarafdorimiz. U ham aldamayapti. Uni ustoz aldagan,
uni ustozi ham aldamayapti. Uni ustozi aldagan. Shu bilan shu rasvochilik bo'lib ketgan. Bundan xafa bo'lmaymiz. Ular bizni yomon ko'rmasin. Alloh tushirgan bandasi bo'laylik. Xullas shunday, agar begomiz qilaman desangiz, 3 million pulingiz bormi? Boqing, 1 kvadrat oling, 10 kvadratga tashlang, boqing. Fermer akalarimiz bor, ko'ngni qayerga yo'q qilishni bilmayapti. Mana, chuvalchang oling, boqing. Fermer tanishingiz bordir. Sotib oling, biz 1 million 300 mingga tushadi. Bizga bitta katta zil 370, balandligi 1.30, eni 220 lik zil, 370 uzunligi, balandligi 1.30, eni 220 lik zil pori 1 million 300 mingga tushadi. 700 mingga porini olinadi, 300 mingga ortiladi, 300 ming moshin puli beriladi. Xohlasin moshinda o'zi topib kelsin shuni, 1 million 300 mingga tushadi akalar. Zatarin qilib ortib keladi. Endi bir olib keladi, bir 5 tonna narsa olib keladi, lekin 5 tonna biyagomizda narsasini olib keladi. 1 million 300 mingga olib turib 5 tonna biyagomiz ishlab chiqarsangiz, 5 tonna biyagomizingiz 7,5 million bo'ladi. Agar 1,5 mingdan hisoblasa, 2 mingdan hisoblasa 10 million so'm bo'ladi. 1 million 300 mingga olgan narsangiz chuvalchanga yedirdingiz. Endi to'g'ri xizmati bor. Porini bioreaktorga tashlaysiz, o'sha chuvalchang boqiladigan joy bioreaktor deyiladi. Suv berasiz, biyagomiz misol uchun tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan biyagomizni elab berasiz. Xafa emas, yaxshi, normal. Kimgadir agar shu biznes qiziq bo'lsa, qilaman deydigan bo'lsa, omadini bersin akalar. Hozir bitta video qilaman. Hech borgan paytim vaqtni bemavrid borib qolyapman. Ham uyda remont bo'lyapti. Bitta shogirdim bor. 1 kvadrat chuvalchang olgan. Ana shu uy qurdi, uyini 70% ni biyagomiz o'sha chuvalchang biyagomiz qilib berdi. Qurishga yordam berdi. O'zidan bitta video olamiz, o'zimizdan she'rdan bitta shogirdim bor. Uydan ko'p video qilganman, ko'rgan bo'lsalaring keling. O'zidan bitta video qilib eshitasizlar, aytasizlar keyin, Umidjon, rahmat. Allohim beraman desa, rizqni Alloh beradi, bandasimiz. Odamlar pirajka sotib ham oila qilyapti, ro'zg'or qilyapti. 200 ming, 300 ming, 400 ming pul topyapti. Endi aytaman-da, agar qilaman desangiz, kimdir misol uchun davlat ishlar, kimdir birovning qo'lida 100 mingga ishlar, kimdir 80 mingga ishlar. Qiling, daromad qiling, foyda ko'ring shundan. Agar qilaman desangiz, siz majbur emassiz. Peshonangizga yozgan bo'lsa, 5 yildan keyin mendan chuvalchang olib qilasiz. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozasizlar. Video menimcha manfaatli video bo'ldi. Bitta like bosib, nima xayolingizga keldi yaxshi narsa, yomon narsani yutib yuboring yoki tupurib tashlang. Yaxshi narsani yozib, kommentariyada bitta like bosib, kommentariyani yozib bitta like bosing. Like bosgan qo'llaringiz pul sanab charchamasin. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, sog' bo'lamiz.